Assalomu alaykum barchaga, hurmatli gul ishqibozlari. Bugun xrizantema temasida gaplashamiz. Xo'p do'stlar, bizda mana bunday xrizantemalar bor. Ranglari aniq-aniq qilib tayyorlab qo'yganmiz va bugun yana tayyorlaymiz. Bu yog'iga qilib yana stakanlarga xullas niholchalarni tayyorlaymiz. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar, telefon qilaverasizlar. Ranglarni aniq-aniq qilib beraman. Mana shu bir to'p rang. Mana edan bu yog'i bir to'p rang. Mana bu yog'i bir to'p rang. Do'stlar, xo'p. Niholchalarda eksalaring shu kuzgacha mana shu bitta niholcha, mana shu bitta ko'chat kuzgacha globus bo'lib ketadi. Katta bo'lib. Yaxshi narxda ketadi. O'tgan yil ham zo'r pul bo'lgan. Bu yil ham xudo xolasa yaxshi bo'ladi degan umiddaman. Yana keyin do'stlar, mana bunday ko'chatchalari bor. Mana bunday ko'chatchalarni jo'natyapmiz hozir bolalarga. Mana shunday bittali, mana shunday ko'chatini ham jo'natyapmiz do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar, nomerimni yozib qoldirib ketaman. Kelishtirib arzonroq qilib beraman. Pochta orqali ham, taksi orqali ham jo'nataveramiz do'stlar. Mana hozir mayda tayyorlab qo'yganman. 4 ta salafanda oq 5 ta ekan. Oq, sariq hammasidan bor do'stlar. Kimga qiziq bo'lsa do'stlar aloqaga chiqaverasizlar. Nomerim 99 321 82 17. Kelishtirib do'stlar jo'nataveraman. Xohlasangiz stakanlisini ayting, xohlasangiz bitta niholchasini ayting. Niholchasi ham ko'karaveradi, stakanlisi ham ko'karaveradi. Niholcha bilan stakanning ichi orasida ozgina farq bo'ladi xolos. Mashalar sariq rang. Точно sariq. Mana shular. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.